Shu uyimizni tomi taxtadan yopilgan ekan, ustunlar bosadigan mahalda kelganda akamiz shunaqa yangilik qilgan. Bu tomonga yangi uchastka qurganlar. Bu tomonga yechim qilay deb konteynerda materialdan chiroyli holatda tom yopilgan. Sababi temir, bari taxtadan ko'ra xizmati uzoqroq bo'ladi va mustahkam bo'ladi. Undan tashqari pojarniy tomonlama yonmaydi va ancha-munchaga ishtima qilmaydi. Lekin bu taxtamiz qaranglar, yomg'irda boshqada egilib, sinishdi, payti keladi. Qaranglar, sal qo'lda bossam ham sinib ketyapti. Lekin konteyner material ancha-munchaga yuk tushadigan bo'lsa ham ishtima qilmaydi. Undan tashqari mana ichkarini ko'rsatadigan bo'lsangiz, qarang, 2 dona 3 dona temir tashlangan, lekin yaxshigina yukdi, loyda ushab turibdi. Nima uchun? Mustahkamlik tomonlama stenkasi ham qalin bo'ladi. Shu xonadonimizga общий aytadigan bo'lsak, 12 xona uyimizni tomini yopib berilgan. Undan tashqari shu darvoza xonamiz ham chiroyli holatda bir 8 ta 10 ta mashina sig'adigan darajada chiroyli qilib berilgan. Tunikasini bepul holatda qilib berilgan. Agar siz hozir bitta ustani chaqirib, shipir qoqtiraman siz 70 ming, 75 ming so'mdan donasini qoqadi, olib beradigan bo'lsangiz, endi hozir konteyner materialni yopib turadigan bo'lsangiz, qanchaga tushadi? Ustani o'zidan so'raymiz. Assalomu alaykum. Zoir aka, ishlaringiz ko'z tegmasin. Juda ham chiroyli holat chiqdi. Uyda egalari eski tomonni buzib tashlab, bir yo'li shunaqa konteynerdan pishiq puxta bo'lsin-da, bir yo'li yangilab qo'yishgan. Shunday. Xo'p, bu xonadonimiz общий necha kvadrat bo'lgan endi aka? Bu xonadonimiz aka 600 kvadrat bo'lgan общий. 600 kvadrat bo'lgan. Xo'p, endi aka bu xonadon egalariga nech puldan qilib berganmiz aka? Aka kvadrati 220 ming so'mdan общий 124 million so'mga bitkizib berdik. Shu holatga kelgan. Endi kelgan. ob'yom katta, material ham ko'p ketgan, to'g'rimi? Endi agar kichikroq joylar bo'lsa, narxlari arzon chiqaveradi. Arzon bo'laveradi aka. Endi agar metrga hisoblaymiz, egallarga nech puldan qilib beramiz? Aka 18 ming so'mdan 22 ming so'mgacha qilib beramiz aka. Qilib berilaveradi. Xo'p, endi bu uyda egalari tunikasini olib bergan, qatir bergan. Qatir bergan. Demak, hozir qatirishda o'ziga ham ancha vaqt ketadi. Buni hisoblasak, ustaqiga ham allaqancha pul ketadi. Ustaqiga ham aka 15 ming, 20 ming so'mdan qatirishadi. Eng kamida. Eng kamida bo'lmadi deganda. Lekin sizlar o'shani ichida bepul qilib bergansiz. Demak, uyda egalari hamma tomonlama hisoblari joyida, hisob-kitob qilingan. Endi menga bir yo'li kraskalik qilib bering, tunikalarni ham o'zingiz olib kelib bering deganlarga ham qilib berilaveradi. Qilib berilaveradi. U necha pul atrofi chiqadi? Xo'p, kraskalar ichida bo'ladigan bo'lsa aka, kvadratiga 10 ming so'mdan qo'shilib qolaveradi aka. 10 ming so'mdan qo'shilaveradi. Lekin shu holatda ham xizmat qilib beraveradi. Endi kimdir aytishi mumkin, chiroy tomonlama kraska qilib bering desa ham qilib berilaveradi. Qilib berilaveradi. Aha, o'zingiz sifatini ko'ryapsizlar. Bez ustun siz deganlarga qancha qilib bera olamiz? Bez ustunga aka 30 metrgacha bez ustun 30 metrgacha qilinaveradi. Endi agar sizda ishlab chiqarishingiz, xonadoningiz, tashkilotingiz, zavodingiz bo'ladigan bo'lsa, ham tez, ham arzon. Qaranglar, ustani bozorga oborib, material olib keladigan muammolar yo'q, chunki hamma yoqda o'lchab turish, yerda o'zida olib kelib yig'ib qo'yasizlar, bo'ldi. Bu yerda svarka qilib o'tirmaysizlar. Yo'q. Demak, tayyor olib kelib turib yig'ib berasizlar. Tayyor oborib ham o'rnatib beraveramiz, xohlasa shu joyida oborib, zakat o'pgan qilib o'rnatib ham beraveramiz. Demak, hali tayyor tomlar ham bor, o'rnatib ham berilaveradi. Kelishgan holda. Asosiy kelishuviga qarab ketadi. O'zim bitta baho berasizlar, chiroyli holatda garantiyalarni ham beriladi aka. Garantiyalari beradi. Suvut ketmaslik, tanlovlari, ertaga bukilib ketmaslik, qulab tushmaslik ham qilib beraveramiz. Qilib berilaveradi. Lekin anchadan beri shu sohada shug'ullanib kelasizlar, biron marta sizlar tomonidan hech qancha minus chiqmagan. Yo'q, xudo xohlasa. Zo'r, o'zim bitta ishiga baho berib bersa, xo'p. Endi aka bu xizmatlar qanchacha hisoblanadi narxlari? Butun O'zbekiston bo'ylab aka, qo'shni davlatlarga ham, Qirg'iziston, Tojikistonlarga ham xudo xohlasa ko'rsatib beradi. Faqat kelishgan holda bo'laveradi. Kelishgan holatda. Misol 12 ta viloyatdan telefon qilsa, masofalardan kelib chiqib, joyda ob'yomiga qarab turib narx-navolar chiqaveradi. Endi joylari katta bo'lgan sari o'sha puldan o'tib berilaveradi, chegirma qilib berilaveradi ish kattaligi hisobiga. Mana o'zingiz ko'rib turibsizlar. Bu yerda xonalarimiz ustiga chiroyli holatda qilingan. Eng yaxshi tomoni qaranglar. Mana shu ichkarida agar siz taxtadan yopib turganingizda hozir kamida mana shu yerga katta ustunlar tashlashingiz kerak edi. Lekin akalarimiz shu holatda qilib berishgan. Ham materiali kam ketadi, ham arzon, ham pishiq bo'ladi. Bemalol shunaqa taxtalar terib ustiga loy bosasizmi, lo'm bozmi, pena betonmi, bemalol foydalansangiz bo'ladi. Mana eski taxtalarimiz bu tomonga olib chiqib qo'yilgan, foydalanilmayapti. Chunki endi bu tomonlarda ham alishtirib yuborishgan, mustahkam holatda bo'lgan. Xo'p, bu ishimiz qayerga qilib berildi endi aka? Bu ishimiz Andijonga qilib berildi. Andijonga qilib berilgan. Mana ob'yomni ko'ryapsizlar. Endi hozir yana boshqa joylar bormi deganlarga yana bitta joyga borib sizlarga hatto videolar ko'rsatib o'tamiz. Hattodan ham bir qator informatsiyalar beramiz. Profillarimiz shunaqa konteyner material qat'iy ishlab chiqariladi deganlarga zavodga yetib kelganmiz. Zavodda o'zi ham birinchi qilinganda o'sha materialda o'zidan foydalanib qilingan. Hozirgacha zo'r holatda xizmat qilib beradi.
uzunligini ko'ryapsizlar. Bundan tashqari bez ustunsiz bo'lgan. Bu yerda bemalol stanoylar qo'yib foydalansa bo'ladi. Bundan tashqari hozir Zoir aka qayerga ketyapti dastlabkamiz? Jizzaxga aka. Jizzaxga. Necha razmerga? 18 ga 50 razmerga chiqaryapti. Buni tayyorlab chiroyli holatda qilib beriladi. Bu yerda hozir aka to'pdan tayyorlab olingan, bori hatto yig'iladi. Yig'iladi shu. Mana hozir ko'rib turibsiz, mana shu yerda ham chiroyli holatda qilib berilgan. Uzunligi adashmasam 100 metr aka. 100 metr chiqadi. 120 metr chiqadi. Chiqaradi, lekin qishda yozda xizmatini qilib beryapti. Hozir issiqlarda ham mana muzdakkina bemalol ishlashaveradi. Eng yaxshi tomoni qaranglar, hech nima bo'lmagan, chirimagan, boshqa bo'lmagan, hozirgacha xizmatini qilib beryapti. Materialni o'zini deganlarga ham chiqarib beraveramizmi? Chiqarib beraveramiz. Materialni o'ziga ham ishlayveramiz, a? Bo'lmasam nomerlar qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar, Ravshan Medonni misalan materiallarda ham chiroyli holatda qilib beriladi.